Ba'zi qarorlar baqirish bilan qabul qilinmaydi. Ba'zi qarorlar odamni jimlikda sindirib tashlaydi. Va o'sha kecha, o'sha ayol o'ylardi. Agar men jim tursam, olov bilan emas, hech qanday ko'z yoshlar bilan emas. Bu hikoya bir ayolning sukut saqlashi bilan boshlanadi. U jim edi, lekin uning ichida savollar shovqin solardi. Bu tunning ikkinchi qo'riqchisi edi. Uy uxlayotgan edi. Devorlardagi soat go'yo vaqt unga eslatayotgandek tik-tik ishlayotgandek tuy. Qaror qabul qilish kerak. Bu ayolning ismi Zarmin edi. 35 yoshda. U turmush qurganiga 12 yil bo'lgan edi. 2 farzandi bor va tashqaridan to'liq ko'rinadigan hayot. Ammo to'liq hayotlar ko'pincha eng katta boshliqlarni yashiradi. Zarmin hech qachon bunday bo'lmagan. U kuldi. U ochiqchasiga gapirdi. U qaror qabul qilishdan qo'rqmasdi. U o'qituvchi edi. U so'zlarni yaxshi ko'rardi. U odamlarning qalbini o'qish qobiliyatiga ega edi. Keyin u turmushga chiqdi. Eri yomon odam emas edi. U mas'uliyatli edi. Uning fe'l-atvori tinch edi. Lekin u his-tuyg'ularini qanday ifoda etishni bilmasdi. Vaqt o'tishi bilan Zarmin xotinga aylandi. U onaga aylandi va asta-sekin o'zi bo'lishni unutdi. Inson haqiqatan ham yomon odamlar bilan ajraladimi? Yoki asosan yaxshi, lekin jim odamlar bilanmi? Zarminning kunlari odatiy edi. Bolalar maktabi, ovqat, jemer va kechki charchoq. Lekin uning ichida har kuni bitta savol chuqurlashib borardi. Bu hammasimi? Bu savol xavfli emas edi, lekin uzluksiz va uzluksiz savollar. Nihoyat bir payt bo'ronga aylandi. O'sha kun boshqa oddiy kunlarga o'xshardi. Lekin hayot ko'pincha oddiy kunlarda ham g'ayrioddiy burilish yasaydi. Bu oilaviy tadbir edi. Hamma birga edi. Kulgi, rasmlar, ko'rinadigan baxt. Va u yerda Zarmin uni ko'rdi. U ko'p gapirmadi. Hatto unchalik sezilmasdi ham. Lekin uning xonadagi borligi savolga o'xshardi. Uning ko'zlari bir necha lahza Zarminning ko'ziga tushdi. Va tamom. Bu Zarmin keyinchalik 100 marta eslab, o'ziga savol berib turgan lahza edi. Bu qarashmidi yoki mening illyuziyammi? Ba'zan bir qarash butun vijdonni larzaga keltiradi. Zarmin darhol o'zini to'xtatdi. Bema'nilik deb o'ylamang, deb yuragini koyidi u. U chegara qayerda ekanligini bilardi. Axloq qayerda turadi. Lekin yurak har doim ham mantiqni qabul qilmaydi. Ertasi kuni, keyin bir lahza, keyin bir jumla. Hech qanday so'z noto'g'ri emas edi. Lekin Zarmin ichida nimadir harakatga kelgan edi. Bu hikoya boshqa hech kim haqida emas edi. Bu hikoya Zarmin ichida ketayotgan urush haqida edi. U hech kimga yaqinlashmayotgan edi. U o'zidan uzoqlashgan edi. U angladi. U insonning tiriklik hissini izlamagan edi. Va bu anglash eng xavflidir. Chunki inson o'zini yana his qila boshlaganda, u har qanday narxni to'lashga tayyor. Shuning uchun o'sha tun muhim edi. Hamma uxlayotgan edi. Va Zarmin uyg'oq edi. U shiftga qarab turardi. Va o'zidan so'radi. Agar men sukutni tanlasam, men kuchlimanmi? Yoki qo'rqoqmanmi? U hech qanday javob olmadi. U shunchaki bir tuyg'uga duch keldi. Qaror qabul qilmasdan ham qaror qabul qilinadi. Chuqur pauza. Ochiq halqa, qaror hali ham kutilmoqda. Hikoya shu bilan to'xtamadi. Chunki haqiqiy savol hali ham saqlanib qoldi. Zarmin o'z taqdirini sukunat qiladimi? Yoki u ichidagi haqiqatga yuz tutadimi? U o'zini yo'qotishdan qo'rqadimi? Yoki hamma narsani yo'qotishdanmi? Hatto sukunat ham yukka aylanadigan payt. Zarmin uxlab qolmadi. U ortiga o'girilib qaradi. U soatga qarayverdi. Soat ertalab 3 edi. Bu vaqt insonni fing chalgitadigan narsalari bo'lmagan vaqt. Na bolalarning ovozi, na kunlik bahonalar. Faqat o'zi va uning fikrlari. To'satdan u angladi. U qochayotgan narsa tashqarida emas edi. U o'zi edi. U yuragida tan oldi. U noto'g'ri yo'ldan ketmadi. Lekin uning yuragi noto'g'ri joyda qola boshladi. Bu tan olish Zarmin uchun eng qiyini edi. Chunki xatoni tan olish oson, lekin zaiflikni tan olish insonni ichidan ochib beradi. Zaif bo'lish chindan ham gunohmi yoki
Tan olmaslik haqiqiy jinoyatmi? U erini esladi. Jim, charchagan, lekin sodiq. U Zarminning tushlarini tushunmasdan boshini qimirlatgan kunni esladi. U yomon emas edi. Shunchaki yo'q va ba'zan jismoniy mavjudlikdan ko'ra munosabatlarni buzadigan narsa bu hissiy mavjudlikning yo'qligidir. Zarmin og'zidan so'radi. Agar men hech narsa qilmasam, unda meni yaxshi xotin deb atashadimi yoki olik ayol deb atashadimi? Bu savol uning ko'kragiga sanchilgan tikandek sanchdi. Chunki jamiyat har doim bir xil savolni beradi. U chegaradan o'tdimi? Hech kim u ichkaridan singanmi deb so'ramaydi. Ertasi kuni oddiy bir lahza edi. Kino sahnasi yo'q, dramatik uchrashuv yo'q. Shunchaki bir gap, juda oddiy gap. Ba'zan juda charchagan ko'rinasiz. Bu gap ayblovga o'xshamasdi. Taklifnomaga ham o'xshamasdi. Bu tushunish jumlasi edi. Va bu Zarminning yillar davomida yo'qotgan narsasi edi. Zarmin o'sha paytda masala emas edi. Kimdir uning charchoqini ko'rayotgan edi. U ichidagi jimgina qichqiriqni eshitayotgan edi. Va odam yillardan keyin ko'rinsa, bu lahza mastlikka o'xshaydi. Mastlik har doim ham noto'g'ri narsadan emas. Ba'zan to'g'ri narsa noto'g'ri vaqtda topilganda ham, hatto u halokatga olib kelganda ham. O'sha oqshom Zarmin o'zini oynada ko'rdi. Yuzi bir xil edi. Ko'zlari bir xil edi. Lekin ichkarida ikkita ayol turardi. Biri shunday derdi: "Jim bo'ling, hammasi yaxshi bo'ladi." Ikkinchisi shunday derdi: "Bugun gapirmasangiz, ertaga o'zingizni tanimaysiz." Zarmin hech qanday drama yaratmadi. U hech qanday sahna yaratmadi. U erining oldida o'tirdi va faqat bitta narsani aytdi: "Men charchadim." Va bu charchoq uyqu bilan ketmaydi. Bu jumla qichqiriq emas edi. Bu ayblov emas edi. Bu haqiqat edi. Va haqiqat har doim xonada sukunat qoldiradi. O'sha kecha hech qanday mo'jiza bo'lmadi. Munosabatlar darhol tuzalmadi. Og'riq yo'qolmadi. Lekin bir narsa o'zgardi. Zarmin sukunat yukini yolg'iz ko'tarishni to'xtatdi. Va bu uning g'alabasi edi. Bu hikoya noto'g'ri qaror haqida emas edi. Bu hikoya qaror qabul qilish jasorati haqida edi. Chunki ba'zan eng